Bismillahirrohmanirrohim. 12-dars. Bugun to va zo harflarini o'rganamiz do'stlar. To va zo harflari yozilish jihatidan ko'rinishi, shakli bir-biriga juda ham o'xshash, xuddi sod va zod, sin va shinlarda bo'lgani kabi, faqatgina nuqta bilan farq qiladi. To va zo harflari. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu ikkala harf ham biz o'zbeklarni lug'atida, alifbosida bo'lmagan harflar va tovushlardir. To xuddi bizni t va o harfini qo'shilganda anglatadigan, chiqaradigan ovozga, tovushga o'xshaydi. To, tohir, tolib kabi. Vo harfi ham xuddi shunday. Bizni o'zbek tilimizda bu mahrajlar, bu harflar nutqimizda yo'q bo'lgan harf vo. Tilimiz to'plangan holda tepa tanglayimizga yopishib, ana o'sha oralig'dan chiqadigan havoda tashkil topadigan bir harf vo. Zulm. Biz zulm deymiz, Zulm aslida arabcha kalima va buni vo bilan yoziladi. Az-zulumu zulumatun yawmal qiyamah. Payg'ambarimiz so'zlari, zulm qiyomat kungi zulmatlarga sabab bo'ladi. Demak, bu ikki harfni yozilishini, o'qilishini doskada birga mashq qilamiz do'stlar. To va zo harflari. Bu ikkalasida ham holat ayni, farq faqat nuqtasiga qarab aytiladi. To, bunisi nuqtasi bo'lganda zo. To va zo. Bu harflarni bir-biriga o'xshashligi albatta do'stlar sizga qulaylik beradi o'rganishlikda. Ya'ni toni o'rgandingizmi, zoni ham o'rgandi deganida bu. So'z boshida bundoq keladi, so'z o'rtasida esa mana bundoq ko'rinishda keladi, so'z oxirida esa mana bundoq yoziladi. Endi nuqta qo'ysak zo bo'ladi, nuqtasini qo'ymasak to bo'ladi. Masalan, to harfini so'z boshidagi misolini yozadigan bo'lsak, masalan, talab. Talab deymiz u. Talab asli arabcha kalima talab. Zoga misol zafar. Zafar deymiz, g'alaba. Zafar bu arabcha kalima asli. Tushunarlimi? O'rtada kelishligiga misol yozamiz. Batal. Qahramon degani. Batal. Ba va lam orasida to harfi keldi. Z'ni o'rtada kelishligiga misol yozadigan bo'lsak, nazar. Nazar deymiz biz. Nazara, va aslida z emas. Zafar, zafar emas, zafar, nazar emas, nazar. Batal, to va zo so'z o'rtasida keldi. So'z oxiridagiga misol bot, o'rdak degani. Bottun, o'rdak. Hazzun, nasiba degani. Nasib, hazzim, haz, nasib degan ma'noni bildiradi. Demak, so'z oxirida kelishligi to va zoni. So'z o'rtasida kelishligi to va zoni. So'z boshida kelishligi to va zo harflarini. To harfi ham, zo harfi ham, ikkalasi ham biz o'zbek nutqimizda yo'q bo'lgan harflar. Shuning uchun ustozlar bilan mutlaqo bu harflarni nutqini to'g'rilashlikka harakat qilamiz. Buni bizga tajvid ilmi, ilmul maxarij, harflarni mahrajlarini o'rgatadigan ilm buni bizga o'rgatadi. Xudo xolasa bu xususda davom etamiz. Hozircha biz o'qilishini va yozilishini o'rganyapmiz. Bu misollarni daftaringizda ko'p mashq qiling, yozing. Alloh o'zi muvaffaq aylasin.